Men tirikman. U ayol bugun sizga savol beradi. Siz qanday onasiz? Jabrlanuvchi qurbonlik obrazidamsiz? Yoki sinovlarga rahmat deb aytib, kuch va sabrni farzandiga o'rgatayotgan ayolmisiz? Azizim, bilasizmi? Bir ona bir jamiyatni tarbiyalaydi. U ayol bugun tushunib yetdi. Muhabbatni hech qachon farzanddan ayamagan ona, nafratni esa unga yuklamagan ayol haqiqiy kuchga ega. Chunki o'zi boshidan kechirgan og'riqli holatlarni endi boshqalarga rahmatli tajriba sifatida ulashmoqda. O'tmishiga qarab u ayol hayron qoladi. Qanday qilib shunchalik chidagan? Qanday qilib hammasini yutib, yuragini parcha-parcha qilgan holatlarga hamd ayta olgan? Ha, u bugun har bir holat uchun shukr qilishni o'rgandi. Bilasizmi? Hayot bizni tez-tez shoshiltiradi. Yo'q, azizim, shoshilmang. Har bir narsaning o'z vaqti soati bor. Siz kutgan kunlar albatta keladi. Siz qo'ygan maqsadlarga albatta erishasiz. Siz orzu qilgan niyatlaringiz amalga oshadi. Bunga faqat ishonch va harakat muhim. Kimdir unga shu savolni aytgan edi. Qanday qilib shuncha dard og'riqlaringni ichingga yuta olasan? Qanday qilib rahmat ayta olasan? Nega hech ham xafaligingni ko'rsatmaysan? Qayerdan shuncha kuch topasan? Go'yoki butun bir hayoting faqat tabassumdan iboratdek, faqat kulib yurasan. Qayerdan shuncha kuch? Qanday qilib? U ayol jilmayib shunday javob beradi. Men og'riqlarni isitmaga o'xshataman. Isitmani yegsang, oxirida tuzalasan. Demak, siz sinovlarni ushlab turasizmi? Yoki undan ilm olib, natija olib chiqasizmi? U ayol hayotda bir haqiqatni chuqur angladi. Hech kimning hayoti siznikiga o'xshamaydi. Siz bilmagan, ko'rmagan, his qilmagan narsalar bilan boshqani solishtirmang. Har kimning qalbi, ruhi, o'yi, og'rig'i o'zgacha. Bugun u ayol aytmoqda. Azizim, hech qachon taslim bo'lmang. Orzularingizdan voz kechmang. O'zingizni asrang. Siz o'zingizni borligingiz bilan baxtlisiz. Bilasizmi, hayotdagi eng katta mukofot bu ilm. Boshqalarni eshitishdan ko'ra o'zingizni, ichki ovozingizni ko'proq tinglang. Siz o'zingiz bilan rost bo'ling. 18 yoshida u ayol bir vaqtlar o'zini o'lik his qilgan. Ammo oradan 10 yil o'tib, bugun aytmoqda. Men tirikman. Ha, o'sha og'riqlardan, o'sha damlardan boshlangan hayoti bugun uni tirik qilgan, ma'noli qilgan ayol sifatida yuksaltirilgan.
Bugun u barcha ayollarga shunday deydi. Rahmat ayting. Hammasi uchun. Ketganlar uchun. Yoningizda qolganlar uchun. Shunchaki rahmat. Agar siz bu hikoyada o'zingizni topsangiz, unda men sizga maslahat beraman. Har qanday holatda nega degan savollar bilan emas, o'zingizga bu holatda nimani anglashim kerak deb javob bering. Ko'proq insonlarga rahmat ayting. Maqsadlar qo'ying. Orzularingizdan hech ham voz kechmang. Harakatdan to'xtamang. Ishoning. Siz o'ylagan, qo'ygan maqsadlaringizga albatta yetasiz. Taslim bo'lmang. Yaratgan sizni har doim qo'llaydi. Men xayrlashmayman. Ko'rishguncha deb qolaman. O'zingizni asrang. Siz bilan Sohiba Uktamuna bo'ldi. Rahmat.